Armanistonda hozir vujudga kelgan yangi kuchlar nisbati. Arman xalqining iqtisodiy yon atrofga ochilishga haqqi bor. Buni Pashinyan chuqur ma'noda anglab yetdi. Mana shu Zangezur koridorining ham ochilishi logistika yo'nalishida Buyuk Ipak yo'lining renessansi bo'ladi. Turkiy davlatlarni yagona buyuk Turon davlatiga birlashtirishga bo'layotgan intilishlarga munosabatlaringiz qanday? Buyuk Turon g'oyasiga mani nazarimda Buyuk Britaniyaning Ost Indiya ekspansiyalari bilan bog'liq dunyoni bo'lib olish strategiya. Bugun ham dunyoning ana shu katta o'yinida Markaziy Osiyoni deylik masalan strategik hudud sifatida mavqeini tiklashiga siyosiy ta'sir o'tkazish, bosim o'tkazish yoki muayyan kamsituvchi, pastga uruvchi yoki gaplarni chiqarish, buni targ'ib qilish, iqtisodiy muayyan demak cheklovlarni o'rnatish, hech bo'lmaganda fikr bilan qarshi turish yondashuvlarini ko'rish mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning bugungi podkastimiz xalqaro maydondagi eng qiziqarli geosiyosiy va madaniy jarayonlardan biri Turkiy dunyoni uyg'onishi va birlashuvi mavzusiga bag'ishlangan. Ma'lumki, turkiy xalqlar asrlar davomida ularni umumiy til, madaniyat, tarixiy xotira, an'ana va qadriyatlar birlashtirib turgan. Biroq tarixning turli davrlarida siyosiy chegaralar, geosiyosiy jarayonlar va tashqi omillar tufayli bu aloqalar ma'lum darajada zaiflashgan edi. Bugun esa biz turkiy davlatlar va xalqlarning o'zaro yaqinlashuvining yangi bosqichiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu jarayon umumiy tarix merosini anglashdan boshlab iqtisodiyot, transport, ta'lim, madaniyat va xalqaro siyosat sohalaridagi strategik hamkorlikka qadar kengayib bormoqda. Xo'sh, ushbu jarayonlarning asosida qanday omillar yotibdi? Uning tarixiy ildizlari qanchalik mustahkam? 21-asrda turkiy davlatlar oldida qanday imkoniyatlar va sinovlar turibdi? Turkiy dunyoning mintaqaviy va global siyosatdagi o'rni qanday o'zgarib bormoqda? Ana shu va shunga o'xshash savollar xususida bugun biz podkastimiz mehmoni, siyosiy fanlar doktori, Renessans universiteti professori, bizning universitetda ham dars berib kelayotgan hurmatli ustoz Fazliddin aka Ravshanovni taklif qilganmiz. Ular bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Rahmat, sog' bo'ling. Fazliddin aka, siz Turkiy dunyo ichidagi, tashqarisidagi bo'layotgan jarayonlardan yaxshi xabardorsiz. Bu jarayonlar to'g'risida bir qator ilmiy va tahliliy maqolalar muallifisiz. Qolaversa, 11-asrdagi buyuk turkiy mutafakkir Yusuf Xosxojibning Qutadul Bilik asarini zamonaviy o'zbek tiliga o'girgan respublikamizdagi taniqli olimlardan birisiz. O'ylaymizki, bugungi bizni podkastimiz jarayonida bizni tomoshabinlarimiz, kuzatuvchilarimiz sizdan mavzu bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Suhbatimizni umumiy masaladan boshlasak. Aytingchi, bugungi dunyoda, mana shu bugungi zamonda turkiy dunyo tushunchasi nimani anglatadi va uning shakllanishida qanday tarixiy bosqichlar, qanday tarixiy omillar rol o'ynagan? Abror aka, haqiqatan bu bugungi dunyoda turkiy xalqlarining yaqinlashishi, integratsiyasini borgan sari kuchayib borayotgani, turkiy xalqlarni bir-birini yaqindan yana qaytadan taniy boshlayotgan bir davrida, ya'ni turkiy xalqlarining global yaqinlashuv bir jarayonlari davrida muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalar hisoblanadi. Chunki tarixdan yaxshi bilamiz, turkiy xalqlar juda katta territoriyada geosiyosiy hududni nazorat qilish bilan hayot kechirgan dunyoning mashhur xalqlaridan biri hisoblanadi. Albatta, dunyo tarixida turkiy xalqlarining tarixiga nisbatan ba'zan mensimaslik, ba'zan bepisandlik, ba'zan ko'rolmaslik yoki ba'zan ularni o'sha tarixiy e'tiborini qanday bo'lmasin pasaytirib ko'rsatishga bo'lgan harakatlar to'xtayotgani yo'q. Bular mavjud, hamma vaqt mavjud. Lekin shunga qaramasdan turkiy xalqlar
bugungi dunyoda yana qaytadan yaqinlashish, qaytadan turli jihatlardan kuchlarni umumlashtirish va jahon siyosiy maydonida, ayniqsa bugungi globallashib borayotgan jahon geosiyosiy maydonida o'zini mavqeini yuksak mavqeda turuvchi mamlakatlar va xalqlar qatorida ko'rsatishga harakat qilib kelyapti. Bu jihatdan Turkiya xalqlarini hayotida o'ziga xos, meni nazarimda yangi bir davr boshlanayotgandek tasavvur qoldiradi. Shu moziydan misollarni keltira olasizmi? Albatta, moziy bu Turkiya xalqlarining eng shonli davrlaridan biri. Masalan, eradan avvalgi asrlardan boshlab, eramizning dastlabki asrlaridan boshlab Turkiya xalqlari tomonidan mana shu sivilizatsiya sifatida va geosiyosiy yetakchi sifatida qoldirilgan izlar nihoyatda ko'p va xilma-xil. Dunyoning boshqa xalqlarida bunday masalan izlar kamdan kam uchraydi. Turkiya xalqlarida bunday ketma-ket bosilgan, asrlar davomida bosilgan bunday dunyoning siyosiy, geosiyosiy yetakchi kuchi, dunyoning madaniy yetakchi kuchi, dunyoning iqtisodiy yetakchi kuchi, dunyoning strategik yetakchi kuchi sifatida namoyon bo'lish holatlari nihoyatda xilma-xil shaklda namoyon bo'ladi. Masalan, deylik, o'sha qadimgi deylik Hunlar davrida yaratilgan Buyuk Hunlar imperiyasi, axir u buyuk imperiya edi va dunyo Buyuk Hunlar imperiyasiga muayyan ma'noda u bilan hisoblashish, uning qarashlarini, uning pozitsiyasini hisobga olgan holda ish tutish vaziyatida yashagan o'sha vaqtda. Yoki keyingi davr Ko'k Turklar imperiyasi deymiz. Xuddi mana shunday deylik Yevrosiyoni va dunyoning unga yondosh bo'lgan mintaqalarning katta qismini nazorat qilish. Qolaversa, o'sha vaqtda shunga chegaradosh hududlarda yashagan mamlakatlarni ular bilan kelishgan holda demak siyosat yuritish, iqtisodni yuritish, savdo-iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yish masalalarida shuhrat qozongan. Demak, o'sha Ko'k Turklar imperiyasi. Ortidan biz keyin Uyg'ur imperiyasini, uni ortidan Qoraxoniylar imperiyasi, Saljuqiylar imperiyasi yoki deylik o'sha G'aznaviylar imperiyasi, bularning hammasi yoki Amir Temur imperiyasi yoki mana Chingizxon imperiyasi ham aslida Turkiylar bilan bog'liq imperiya hisoblanadi. Bularning hammasi har biri o'z davrida o'ziga xos, men o'ylaymanki, dunyo o'sha munosabatlari, xalqaro munosabatlar tizimiga o'zining yuqoridan turgan mavqei bilan ta'sir ko'rsatdi va iz qoldirdi. Va shuning uchun ham bu davrdagi Turkiya xalqlarining o'ziga xos davlatchilik an'analari, hayot tarzi, ilm, madaniyat, fan, taraqqiyot masalalarini biz o'ziga xos har birini sivilizatsion bir mahsul sifatida ko'ramiz. Shuning uchun ham ularga nisbatan masalan Temuriylar sivilizatsiyasi, Hunlar sivilizatsiyasi yoki Ko'k Turklar sivilizatsiyasi yoki umuman Turkiylar sivilizatsiyasi degan tushunchalar qo'llaniladi. Sivilizatsiya degan tushuncha o'zi qanday ma'noda qo'llaniladi? Albatta, sivilizatsiya bu muayyan vaqt mobaynida, muayyan makonda turli jihatlardan taraqqiyotning yuksak darajasini namoyon qilgan xalqlarga nisbatan qo'llaniladi. Turkiy sivilizatsiya dunyoga o'zini juda ko'p demak yangiliklar bilan, turli yo'nalishlarda, soha, sferalardagi yangiliklari bilan masalan ta'sir ko'rsatgan xalq hisoblanadi. Shu ma'noda Turkiy sivilizatsiya tarixda o'zini ham o'sha katta hududlarda yashash egalik qilishi, ham dunyoda muayyan rivojlanish jarayonlarining strategik yetakchisi sifatida tarixan o'zini ko'rsatib kelgan xalq. Va keyingi davrlarda masalan deylik 16-17 asrlardan boshlab Turkiya xalqlari tarixida bu muayyan ma'noda tanazzul davri boshlanadi. Va bu tanazzul davrida dunyo mamlakatlarining texnologik o'sish jarayonlari yoki harbiy salohiyatning boshqa hududlarda yuksalish jarayonlari oqibatda demak masalan Turkiya xalqlari territoriyasining birin-ketin boshqa xalqlar tomonidan istilo qilinishi, bosib olinishi holatlari oqibatida Turkiya xalqlarining parchalanish bir hodisasi sodir bo'ladi va bu demak har qanday sivilizatsiyani masalan deylik hayotida bu territorial yoki siyosiy nuqtai nazardan parchalanish jarayonlari bu o'sha sivilizatsiyaning taraqqiyoti uchun emas, uning muayyan ma'noda demak o'sha tanazzuli uchun xizmat qiladi. Demak, xullas Turkiya xalqlari orasida 17-asrdan boshlab yuz bergan bunday holat
mana deyarli 20-asr oxirlariga qadar davom 3 asr etdi. uzilish bo'ldi. 3 asr uzilish bo'ldi. Bu 3 asrdagi uzilish, bu davrdagi avlodlar almashinuvi, bu davrdagi iqtisodiy jihatlarning almashinuvi. Aynan shu davrdagi deylik masalan yon atrofda joylashgan boshqa masalan davlatlarning yoki siyosiy rejimlarning yoki geosiyosiy maydonlarning kuchayib borish jarayoni bu xalqlarni qadimiy o'sha ittifoqligini yoki qadimiy ittifoqchilik yoki qadimiy yaxlit bir xalq ekanligi xususiyatlariga keskin zarbalar berdi. Va bu 20-asr oxirlariga qadar Turkiya xalqlarini o'sha har jihatdan yaqinlashuv imkoniyatlarini demak imkoniyatlarga yo'l bermay keldi. Mana 20-asrning oxirlariga kelib, so'nggi o'yinliklariga kelib, Men shu to'g'risida savol bermoqchi edim. Mana so'nggi 10 yilliklarda Turkiy birlashuv mavzusi nihoyat dolzarb mavzuga aylanyapti. Sizning nazaringizda bunga qanday omillar turtki bo'lyapti? albatta mana biz yuqorida hozirgina gaplashdik biz 300 yillar davomida Turkiya xalqlar parchalab tashlandi. Bir qancha qismi turkiy xalqlardan iborat bo'lgan o'sha bir vaqtlar mustaqillik imkoniyatiga demak salohiyatiga ega bo'lgan davlatlar bugungi kunda Rossiya tarkibida, bugungi kunda deylik boshqa bir xalqlar tarkibida demak hayot kechirishga majbur bo'ldi. Jumladan Markaziy Osiyo respublikalarining hammasi ham mantiqan olganda Sovet ittifoqi davrida demak markazlashgan o'sha hukumat bosimi ostida hayot kechirishga majbur bo'ldi va bu xalqlar aynan o'sha vaqtda demak yagona turkiy xalqni yana parchalash masalan prinsiplar qo'llanildi. Va bu parchalanish jarayoni xalqlar o'rtasida keyinchalik turli sohalarda alohida xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Oqibatda qator millatlar shakllanganini ham biz yaxshi bilamiz. To'g'rirog'i bu millatlar shakllantirildi. Aslida yagona yaxlit bitta turkiy xalqning ichidan uni muayyan demak guruhlarga bo'lish tajribasi amalga oshirildi. Strategiya qo'llandi shunaqa. Bu Turkiya xalqlari uchun xavfli bo'lgan strategiya. Va mana mustaqillikka erishganimizdan keyin Turkiya xalqlar o'rtasida umuman olganda Markaziy Osiyoda joylashgan asosiy ba'zi mustaqil davlat bo'lgan Turkiya xalqlar o'rtasida o'ziga xos bir yondashuv paydo bo'ldi. Buni o'sha tarixiy jarayonlarda Turkiston yagona uyimiz g'oyasi bilan Islom Karimov ham ilgari surgan edi. Va Turkistonni, ya'ni Turkiya xalqlar joylashgan bu mintaqani yaxlit bir iqtisodiy, strategik, dunyo siyosiy maydonida, geosiyosiy maydonda o'zining mavqeiga ega bo'lgan, jahon siyosiy munosabatlarida, xalqaro aloqalarda ta'sir kuchiga ega bo'lgan maydonga aylantirish g'oyasi ilgari surilgan. Bu g'oya muayyan ma'noda turkiy xalqlarni xususan olamiz. Mana bugungi kunda o'sha turkiy tilda gaplashadigan va turkiy madaniy unsurlarni o'zida tashiydigan xalqlar orasida o'ziga xos bir tayanch hududning paydo bo'lganligi bilan izohlanadi. Albatta Markaziy Osiyo bugungi kunda turkiy dunyoning tayanch hududi va u yerda joylashgan o'sha respublikalar o'rtasida demak har tomonlama o'sha strategik hamkorlikning rivojlantirilishi bu ijobiy hodisa sifatida va kelajakda qadimiy o'sha qudratni, qadimiy kuchni, qadimiy mavqeini tiklash jarayonlarining dastlabki qadamlari desa bo'ladi. Bunga muayyan bu Turkiya xalqlari o'rtasida demak shakllantirilayotgan masalan infratuzilmalarni yoki shu tizimda shakllanayotgan hamkorlik yo'nalishlarini demak asos qilib olish mumkin. Shu ma'noda aytganda zamonaviy turkiy dunyo mamlakatlarining borgan sari integratsiyalashuv jarayoni bu bir tomondan tabiiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni ularning tarixiy, o'sha madaniy yaqinliklaridan kelib chiqadigan va qachondir baribir shunday bo'lishi kerak bo'lgan hodisa hisoblansa, ikkinchi tomondan bu zamonaviy global dunyoda alyanslarning shakllanishi, bloklarning shakllanishi, turli ittifoqlarning yuzaga kelish jarayonida Turkiya xalqlarini yagona bir ittifoqqa chorlovchi, ayni paytda o'zini mustaqillik statusini saqlab qolgan, ayni paytda o'zaro hamkorlikda dunyoning yagona bir siyosiy demak muayyan hududda o'ziga xos bir siyosiy kuchga aylanish prinsiplari yoki shunga intilishlardan kelib chiqyapti deyish mumkin. Bu esa ijobiy hodisa. Bu Turkiya xalqlarining hammasi uchun ijobiy hodisa hisoblanadi. Fazldan aka albatta Markaziy Osiyo davlatlarining
mustaqillikka erishishi o'ziga xos Turkiy dunyoni birlashtirish uchun qanaqadir trigger vazifasini bajardi va bu jarayonni tezlashtirdi. O'sha globallashuv, regionallashuv jarayonlari bilan bir paytni o'zida. Yangi chaqiriqlar, yangi sinovlar Turkiy davlatlarini o'sha siz aytganingizdek yagona platforma atrofida birlashishga sabab bo'lmoqda. Intilishlarni kuchaytirmoqda. Aytingchi, mana shu bugungi kunda qardosh Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishda Turkiy davlatlar tashkiloti qanday vazifalarni bajarmoqda? Va bugungi kunda bu tashkilot doirasidagi hamkorlikning qaysi yo'nalishlari amaliy jihatdan ahamiyatga ega? Bugungi kunda haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Mana aslida 2009-yillarda tashkil topgan Turkiy davlatlar tashkiloti bu Turkiy xalqlar orasida Turkiy xalqlarini o'zaro integratsiyalashga, ularning orasidagi munosabatlarni ishonchliligini oshirishga, yaqinligini oshirishga va ayni paytda muayyan yo'nalishlarda birgalikda rivojlanish qadamlarini qo'yishga juda katta hissa qo'shgan tashkilotlardan biri. Albatta Turkiy davlatlar tashkilotini hozirgi ko'rinishda bu demak madaniy sivilizatsion munosabatlarga qaratilgan tashkilot sifatida ko'rishimiz mumkin. Albatta Turkiy davlatlar tashkiloti bugungi kunda madaniy hamkorlik, ta'lim, turizm, ekologiya masalasida, qisman iqtisod, qisman savdo-iqtisodiy munosabatlar yo'nalishidagi demak tarmoqlar rivojlanyapti. Bu bo'yicha Turkiy davlatlar tashkiloti yig'ilishlarida kelishuvlar amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha amalda demak kelishilayotgan hujjatlarda shu mamlakatlarning o'zaro yaqinligini, ularning iqtisodiy hamkorligini va ijtimoiy madaniy yaqinlashuvini va shu asosda turkiylik ruhiyatini yuksaltirishga qaratilgan muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Lekin Turkiy davlatlar tashkiloti bu hali meni nazarimda bu Turkiy xalqlarining integratsiyasini amalga oshirishdagi dastlabki qadam hisoblanadi. Dastlabki qadam. Chunki Turkiy davlatlar tashkiloti va ular shunga mansub bo'lgan, unga a'zo bo'lgan davlatlar hududi bugungi kunda Markaziy Osiyo va demak Yaqin Sharqning, shuningdek Kavkazning eng muhim strategik hududlarini qamrab oladi. Tasavvur qiling, mana Markaziy Osiyoni o'zi bugun zamonaviy geosiyosiy munosabatlar tizimida o'sha dunyoning o'z mavqeiga ega bo'lgan siyosiy kuchi sifatida chiqib boryapti. Ayni paytda Yaqin Sharqda Turkiya ana shu Turkiy dunyoning mana shu okean bo'ylari, umuman dengiz bo'ylarida joylashgan muhim strategik zonasi sifatida namoyon bo'lyapti. Ayni paytda xuddi shunday hududlardan biri Ozarbayjon misolida, masalan Kavkazda mana shunday bir mavqega ega bo'lgan yana bir tayanch nuqtaning mavjudligini ifodalaydi. Bu esa endi mana shu mamlakatlar joylashgan xarita nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, kelajakda bu kuchlarning umumlashishi, bu kuchlarning strategik qarorlar qabul qilishda yakdillik bilan harakatga kirishishi buni ma'ni anglatadi. Bu mana shu hududda o'ziga xos katta hisoblashish kerak bo'lgan strategik siyosiy maydonning vujudga kelganligini bildiradi. Turkiy dunyo uchun bu albatta kerak. Qolaversa bugun mana shu Turkiy dunyoning mustaqil Turkiy davlatlar qatorida bo'lmagan Turkiy xalqlarining mana shu mustaqil davlatlar atrofida birlashish, jipslashish imkoniyatini oshiradi. Odatda bunday jipslashuv qanday paytda paydo bo'ladi? Odatda muayyan strategik hududda muayyan strategik kuchning paydo bo'lishi va uning yon atrofda har qanday ta'sirlarga bardoshlilik, ya'ni geosiyosiy ta'sirga raqobat bardoshlik qobiliyatining mavjudligidan kelib chiqadi. Shu ma'noda aytishim kerakki, Markaziy Osiyo respublikalari Ozarbayjon va Turkiya o'rtasidagi bu munosabatlarni mukammallashib borishi bu yerda Turkiy dunyoni xalqaro siyosiy maydonda, qolaversa iqtisodiy munosabatlar tizimida, xalqaro savdo iqtisodiy logistika yo'nalishida, raqamli iqtisodiyot, bu moliyaviy yo'nalishni keng rivojlanishga sabab bo'layotgan o'sha iqtisodiy yo'nalishlarning barchasida demak Turkiy dunyoni yaxlit bir hududga aylantirish imkoniyatini taqdim etadi. Men o'ylaymanki, bu imkoniyat albatta xalqlarimizni dunyo siyosiy maydonida o'z mavqeini tiklashga,
demak shart-sharoit yaratadi. Albatta bu borada qilinadigan ishlar men nazarimda hali ko'p. Yuqorida aytganimizdek Turkiy davlatlar tashkiloti bu masalada birinchi qadam. Bundan tashqari Turkiy tilli davlatlar rahbarlari maslahat kengashi masalan shakllantirildi. Maslahat kengashini ham keyingi vaqtda masalan olib borayotgan faoliyati diqqatga sazovor. Albatta ular mana shu maslahat kengashida qabul qilinayotgan qarorlar vositasida mana shu xalqlarni, mana shu hududni rivojlantirishni, xavfsizligini ta'minlashni, uni logistikasini tartibga solishni va kuchaytirish masalalarini ilgari surishyapti. Bu juda ham foydali. Masalan, birgina o'sha hamkorlik vositasida bu hududlarda kelishilgan muayyan transport koridorlarini tashkil qilishga qaratilgan g'oyalarning o'zi bugungi kunda bu xalqlarni nafaqat madaniy, til yoki o'sha tarixiy yaqinligi, balki bugungi kunda muhim ahamiyatga ega bo'lgan iqtisodiy, logistika, savdo yo'nalishi bo'yicha texnologik ishlab chiqarish, hamkorlikda infratuzilmalarni, ya'ni shu maydonda birgalikdagi infratuzilmalarni ishlab chiqarish, masalan, tarmoqlarni rivojlantirish borasidagi juda ham katta demak maqsad hisoblanadi. Agar bu maqsadlar amalga oshsa, demak o'z-o'zidan mana shu demak hudud bu ittifoqchilik yoki bu hamkorlik yaqinlik mansub bo'lgan hudud dunyoning nazaridagi va albatta muhim nuqtasiga aylanadi. Meni nazarimda shunday. Buning uchun deylik bugun Turkiy davlatlar tashkiloti bu faqatgina madaniy yo'nalishni emas, endi xuddi shu Turkiy davlatlar tashkilotiga o'xshagan iqtisodiy, ijtimoiy, deylik masalan strategik ishlab chiqarish, biznes bilan bog'liq xalqaro tashkilotlarni barpo qilish masalasi ham rivojlanishi kerak men nazarimda. Bu faqatgina birgina shu emas. Mana bugun dunyoning rivojlangan mamlakatlarida mavjud ittifoqlarni yoki ittifoqchilik shaklidagi hamkorliklarni biz yaxshi bilamiz. Masalan, deylik Yevropa ittifoqi yoki deylik okean orti mamlakatlarning bu hudud bilan bog'liq ayrim ittifoqlari yoki Hind Tinch okeani savdo yo'nalishlariga o'xshagan tashkilotlarga o'xshagan masalan ASEANga o'xshagan masalan tashkilotlar endi Turkiy dunyo ichida ham shakllanishi kerak deb o'ylayman. Sababi bular imkoniyatlarni borgan sari kengaytiradi. Va bular orasida bu imkoniyatlarning strategik imkoniyatlarning oshib borishi jarayonida xalqlarning bir-biriga yaqinlashuv hodisasi yana ham kuchayadi. Axir orada 300-400 yil ajralib ketgan mustaqil bugungi kunda mutlaqo demak strategik maqsadlari, orzu-umidlari o'ziga xos shakl olgan bu xalqlarning yana yagona yaxlit bir masalan dunyo qarashda yaxlit bir o'sha madaniy asosda birlashishi, men o'ylayman, bu yerda o'ziga xos yangi bir sivilizatsion yondashuvni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bekorga Shavkat Miromonovich tomonidan 3-Renessans g'oyasi ham ilgari surilayotgani yo'q. Vaholanki tarixda o'tgan o'sha ikki Renessans ham Turkiy xalqlarining yaxlitlashuvida, birlashuvida, Turkiy xalqlarining katta strategik maydonda o'zining yuqori mavqeli kuch ekanini namoyon qilishda haqiqatan namuna bo'lgan. 3-Renessans ham men o'ylaymanki, mana shu Turkiy xalqlarining o'sha bir-biriga yaqinlashuv, integratsiyalashuv jarayoni vositasida amalga oshiriladigan imkoniyat va buni men o'ylayman qo'llab-quvvatlash kerak. Fazlin aka, mana sizni shu aytilgan so'zlaringizga qo'shilgan holda albatta madaniy birlik o'z yo'liga Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi hamkorlikda asosiy e'tibor mana iqtisodiy masalalarga bugungi kunda e'tibor qaratilyapti. Albatta siz bo'yi to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, asrlar davomida uzilib qolgan xalqlar mana shu transport koridorlari, logistika orqali chegaralarni davlatlar hududlarni yaqinlashuvi orqali bir-birlariga tobora yaqin bo'lmoqdalar. Menimcha mana shu Transkaspiy xalqaro transport koridorining rivojlantirishi, mana shu Xitoydan Qirg'iziston, O'zbekistonga keluvchi temir yo'l, Afg'oniston, O'zbekistondan janubga qarab yo'llantiriladigan Transafg'on temir yo'lini qurilishi ham mana shu Turkiy davlatlarni transport va logistika jihatdan bir-birlariga birlashuvini ta'minlaydigan katta loyihalardir. Keling bo'lmasam endi iqtisoddan
ozgina siyosatga o'tadigan bo'lsak, kuni kecha Armanistonda o'tkazilgan parlament saylovlarida Nikola Pashinyan boshchiligidagi fuqarolar shartnomasi hukmron partiyasi g'alaba qozondi. Aytingchi, mana shu Armanistonda hozir vujudga kelgan yangi kuchlar nisbati, muvozanati, mana shu Turkiy dunyoni bog'lovchi transport koridorlari, xususan o'sha Zangezur koridorining qurilishiga qanday ta'sir ko'rsatadi va umuman mana shu yangi vaziyat asrlar davomida mavjud bo'lgan milliy nizolarga chek qo'ya oladimi? Avroraga haqiqatdan qiziqarli bir masalani ochdingiz. Bu haqiqatdan qiziq. Albatta. Chunki bugun Turkiya xalqlari o'rtasida aynan logistika yo'nalishlarini rivojlantirish masalasida Turkiy davlatlar tashkiloti hamkorligida, qolaversa mana shu davlat hukumatlari, davlat rahbarlari hamkorligida ularning o'zaro demak o'sha strategik bir-birini tushuna olishi, o'sha salohiyatining yuksalib borayotgan natijasida juda ham yaxshi loyihalar ilgari surilyapti. Yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz. Bulardan biri Transkaspiy yo'nalishi. Bu Transkaspiy yo'nalishi Xitoydan chiqib, toki demak Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya orqali Yevropaga, Turkiya orqali Yevropaga chiqish yo'nalishi. Qarang, bu hozirga qadar Markaziy Osiyo respublikalari o'zini global shimol va global janub bilan bog'laydigan qandaydir transport koridorlariga egami degan bir savol ham muhim. Albatta ega bu koridorlar, lekin bu koridorlar demak biz yuqorida tilga olgan o'sha Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlarning to'liq nazoratida bo'lgan hududlar emas. Albatta. Oqibatda biz demak transport, demak tashuv, yuk tashuv, umuman transport logistika yo'nalishi masalalarida hanuz katta qiyinchiliklarga duch kelyapmiz va bu nuqtai nazardan bu demak Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan kelishilayotgan bu loyihalar o'ta muhim strategik ahamiyatga ega. Men nazarimda shunday. Endi qarang, agar shu yo'l ochiladigan bo'lsa, bu bizda demak o'sha shimoldan keluvchi asosiy transport yo'laklarimizga alternativ, ya'ni muqobil yo'l sifatida yangi yo'l paydo bo'ladi. Bu faqatgina yangi yo'l emas, bu yo'lga birlashgan Markaziy Osiyo respublikalari, Kavkaz xalqlari va ayni paytda demak Yaqin Sharq, Turkiya vositasida Yaqin Sharq va u bilan Yevropani bog'laydigan yangi transport koridori. Bu yangi savdo yo'li. Bu yangi iqtisodiy yo'l. Yangi demak hamkorlik yo'llarini ochishga sabab bo'ladi. Yoki masalan O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan Trans-Afg'on yo'lini ham biz xuddi shunday yo'l sifatida bizda global shimoldan keladigan demak o'sha g'arbdan keladigan asosiy yo'nalishlar bizda hozircha asosiy yo'nalish bo'lib turibdi. Lekin agar Afg'oniston yo'nalishi ishga tushsa, bu juda strategik loyiha. Agar u ishga tushsa va Afg'oniston orqali demak Eron va Pokistonga yo'nalishlar va dengiz portlariga qadar yetib boradigan temir yo'l transport yo'nalishlari paydo bo'ladigan bo'lsa, bu birinchidan bizda yuk tashishlar, yukning qiymati masalalarini tubdan osonlashtiradi, ya'ni arzonlashtiradi. Ikkinchidan esa xalqaro savdo yo'nalishida biz hozirga qadar uzoq davrlar periferiyada yashab kelyapmiz. Ya'ni asosiy yo'nalishning chetida yashab kelyapmiz. Va bizda ana shu asosiy yo'nalishning chetida qolish, tupikda qolish degan majburiyatlarimizdan biz ozod bo'lamiz. Bu esa Markaziy Osiyo respublikalari uchun juda ham katta imkoniyat. To'g'ri, ba'zilar fikr bildiryapti hozirgi vaqtda, bunda to'g'ri yaxshi bo'ladi. Demak, Transkaspiy yo'nalishi ham demak o'sha Afg'on yo'nalishi ham muayyan ma'noda Turkiya bilan bog'lash va Turkiya asosiy yetakchi yerda haligi hubga aylanishi mumkin. Transport haligi logistika markaziga aylanish albatta aylanishi mumkin. Lekin transport logistika markazi baribir unga ulangan mamlakatlarning kuchi vositasida faoliyat olib boradi. Buni unutmaslik kerak. Shu ma'noda olib qaraganda bu yerda hech qanaqa gegemonlik degan tushuncha paydo bo'lmaydi. Bu yerda aslida xalqlarning demak iqtisodiy imkoniyatlarining demak chuqur darajada qo'shilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu ma'noda olib qaraganda mana yuqorida aytib o'tdingiz, bu ham haligi Pashinyan
man Pashinyan komandasi deb atagan bo'lardim. Pashinyanning siyosiy komandasini maqsadlari, strategik maqsadlari bugungi kunda diqqatga sazovor. Chunki Pashinyan demak Rossiya bilan munosabatlari yomonlashgan bir sharoitda ham inobatga olgan holda o'zi uchun ko'p vaqtlar yopiq bo'lib kelgan demak Ozarbayjon orqali Turkiya hududlarini iqtisodiy imkoniyatlarini ochish ma'nosida demak strategik faoliyat olib borishyapti. O'zini manfaatlarini anglab yetdi. Manfaatlarini anglab yetdi albatta. Demak Armaniston uzoq vaqtlar demak strategik izolyatsiyada yashadi deyish ham mumkin. Izolyatsiyada. Bu izolyatsiya bir tomondan majburiyatlar tarzda Rossiyadan muayyan majburiyatlarni doimiy ravishda qabul qilishi, ikkinchi tomondan masalan Eronning ko'plab sanksiyalar asosida yopiq hududga aylanib qolishi, uchinchi tomondan esa Armanistonning o'zining Ozarbayjon va orqali uning vositasi keyin Turkiya bilan kelishmovchiliklari, tasavvur qiling. Bularning hammasi Armanistonni muayyan ma'noda izolyatsiyalab qo'ydi. Lekin arman xalqining iqtisodiy yon atrofga ochilishga haqqi bor. Buni Pashinyan chuqur ma'noda anglab yetdi va nazarimda xuddi shu programmani himoya qilib xalq bilan kelishuvlarni amalga oshirishga harakat qilyapti. Va oqibatda agar mana shu Pashinyan nazarda tutgan Armanistonning iqtisodiy ochilish o'sha demak strategiyasi amalga oshsa, demak Zangezur koridori ochilish imkoniyati. Bu demak yuqorida aytganimiz Transkaspiy transport yo'nalishiga Armanistonning bevosita teng huquqli vakil sifatida qo'shilish imkoniyatini yaratadi. Buni mana anglatadi. Bu Armaniston uchun masalan demak Ozarbayjon va Turkiya orqali Yevropaga yaqinroq va qulayroq, ham xavfsizroq demak yetish va iqtisodiy imkoniyatlarni rivojlantirish imkoniyatini Armanistonga taqdim etadi. Men o'ylayman, bu arman xalqini qiziqtirsa kerak va bu arman xalqi uchun foydali va bu qolaversa yon atrofda joylashgan boshqa xalqlar uchun ham foydali. Buni masalan deylik, bundan manfaat ko'rmaydigan yon atrofdagi ayrim davlatlarning bu loyihalarga yoki shu loyihani ilgari surayotgan siyosiy kuchlarga nisbatan antipozitsiyada turishi, men o'ylayman bu ularning ishi. Lekin bunga men nazarimda Armaniston e'tibor bermasdan Pashinyan tomonidan ilgari surilgan mana shu ijobiy g'oyani qo'llab-quvvatlash yo'lidan borishi kerak. Mana shu Zangezur koridorining ham ochilishi bu Ozarbayjon bilan, bu Gruziya bilan transport yo'laklarining yangi tarmoqlarining ochilishiga ham sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, iqtisodiy demak almashinuv, infratuzilmani rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini shu temir yo'l transport yo'nalishlari bo'ylab rivojlantirishning juda katta imkoniyatlarini ochadi. Bu Armaniston iqtisodiyoti uchun ham menimcha juda ham foydali hodisa. Xullas, bu ishlar agar amalga oshadigan bo'lsa, mana shu 3 ta koridorni o'zi. Demak, bu Transafg'on koridori, Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy koridori va bu demak Transkaspiy. Xitoy Transkaspiy koridori, o'rta koridor. Bu uchala koridor ham Markaziy Osiyoni dunyoning bugungi kunda anchayin haligi obro'sizlanib qolgan quruqlik savdo yo'lining yangi masalan tarmog'i bo'lib maydonga kelishi mumkin. Quruqlik savdo yo'li, tasavvur qiling, Ipak yo'li deymiz. Ipak yo'li uzoq asrlar davomida dengiz savdo yo'li tashkil etilgandan keyin, demak Ipak yo'li muayyan ma'noda ikkinchi darajali ahamiyat kasb etib qoldi. Lekin men o'ylayman, agar mana shu koridorlar ishga tushsa, o'z-o'zidan Ipak yo'lining zamonaviy quvvat bilan yangidan ishga tushirish jarayoni boshlanadi. Bu esa Markaziy Osiyoni ham savdo, ham iqtisodiy, ham boshqa tarmoqlar bo'yicha yirik markaziy maydonga aylantirishi mumkin. Bu Markaziy Osiyo va uning yon atrofidagi davlatlar uchun nihoyatda foydali masalan loyihalar deb hisoblayman. O'ziga xos o'sha siz aytganingizdek Buyuk Ipak yo'lini renessansi bo'ladi. Logistika yo'nalishida Buyuk Ipak yo'lining renessansi bo'ladi. Gapingiz juda ham to'g'ri. Faqat buni qo'llab-quvvatlash kerak. Buni o'sha yon atrofdagi davlatlar, bilasizmi, mana shu Turkiy davlatlar tashkiloti misolida shu davlatlarning borgan sari ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy yaqinlashish, integratsiyalash jarayonlariga shu hududni global bir siyosiy, ijtimoiy, madaniy ta'sir ko'rsatuvchi kuchga aylantirish demak istaklariga, harakatlariga chetdan turib zararli ta'sir ko'rsatuvchilar ham oz emas.
Men shu Bunga- savolga o'tmoqchi edim. O'zi. Albatta, tangani ikki tomoni bo'lgandek, bugungi Turkiy birlashuv jarayoni ham bir tekisda ketayotgani yo'q. Bu jarayonda albatta o'ziga xos nozik tomonlari ham bor. O'shaning uchun mani savolim, keyingi savolim ham shundan iborat ediki, bugungi kunda aytingchi, mana shu qardosh turkiy xalqlar milliy manfaatlari va ularni olib borayotgan tashqi siyosatlaridagi asosiy tamoyillaridagi o'rtasidagi nomutanosibliklar shu turkiy birlashuv jarayoniga qanday ta'sir qilyapti va o'zi umuman mana shu bizni shu doim qo'rqitib kelgan panturkizm g'oyalariga, turkiy davlatlarni yagona buyuk Turon davlatiga birlashtirishga bo'layotgan intilishlarga munosabatlaringiz qanday? Endi buyuk Turon masalan davlatchiligi, masalan deylik o'sha qadimgi, juda qadimgi davrlardagi masalan Turon davlati, uning geosiyosiy hududi, uning jahon siyosiy maydonida tutgan mavqei degan masalalar haqida boya fikrlashdik. Bu yerda zamonaviy taraqqiyot, zamonaviy Turkiy xalqlarining yashash tarzi, ularning masalan mustaqil mamlakatlar sifatida shakllanish jarayonlari qandaydir qadimiy Turon davlatini tiklash g'oyalarini oqlamaydi men nazarimda. Albatta, chunki bugungi Turkiy davlatlar agar masalan o'sha Markaziy Osiyoning 5 respublikasi, Kavkazda Ozarbayjonni, Yaqin Sharqda Turkiyani agar nazarda tutadigan bo'lsak, ularning har biri o'z joylashuv maydoniga ega. Joylashuviga ko'ra yon atrofdagi mamlakatlar bilan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va strategik hamkorlik rejasiga ega. Ko'p vektorlik siyosat olib boradi. Har biri bilan munosabatga kirishi kerak. Jumladan Markaziy Osiyo respublikalari ham shunday. Har birining o'z maydoni, o'z muammolari, o'z o'sha muammolarni yechimga yondashuv strategiyalari mavjud. Demak, masalan aytganingizdek, O'zbekiston ko'p vektorli siyosatni afzal ko'radi. Qozog'iston esa yon atrofdagi mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor. Demak, manfaatdorliklarning darajasi turli-tuman. Demak, bunday sharoitda qandaydir yaxlit siyosiy mavqega ega bo'lgan yagona Turon davlati degan tushuncha haqida gapirish men o'ylayman noto'g'ri. Lekin Turkiy davlatlar tashkiloti misolida va uning boshqa faqat madaniy gumanitar emas, iqtisodiy, ijtimoiy, zamonaviy, texnologik yo'nalishlardagi shunday tuzilmalarni rivojlantirish misolida, ya'ni shunday infratuzilmani rivojlantirish asosida ittifoq shaklidagi masalan ko'rinishlari yuzaga kelishi mumkin. Bu davr talabi. Bu zamon talabi. Bugun dunyoda yuz berayotgan mamlakatlarning rivojlanish jarayonlarining asosiy sabablari qayerda? Ularning sherikchilikda faoliyat olib borish jarayoni. Sherikchilikda. Sherikchilik mustahkam bo'lishi uchun esa unga zimdan noto'g'ri, salbiy ta'sir ko'rinishga urinishlardan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Agar shu ehtiyotkorlik muvaffaqiyatli saqlansa, sherikchilik asosida bugun dunyo mamlakatlarining taraqqiyoti, rivojlanishi, kerak bo'lsa yirik dunyoda yuz berayotgan muammolarga munosabati hammasi, e'tibor bering, sherikchilik asosida ketyapti. Demak, bu masalada Markaziy Osiyo respublikalari o'zaro bir-biri bilan sherikchilikni chuqur holatlarda mustahkamlashi kerak. Bu masalan iqtisodiy nuqtai nazardan, moliyaviy nuqtai nazardan, bugungi zamonaviy raqamlash texnologiyalarining o'sib borishi nuqtai nazardan, deylik masalan ekologik nuqtai nazardan yoki logistika nuqtai nazaridan hozirdan bu vaqtda gaplashdik. Demak, turli yo'nalishlarda mustahkamlanish bu jarayonlarni oxir oqibatda demak bu mintaqani kelajakda qandaydir masalan ko'pincha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda salbiy shakllarda talqin qilinadigan panturkizm degan bir g'oya bilan bog'lanmasligiga olib keladi. Bu g'oya bilan nima bilan bog'lanadi? Bu demak Turkiy xalqlarining zamonaviy demak dunyoviy integratsion jarayonlari bilan bog'liq talqinga olib keladi. Panturkizm masalan to'g'ri turli davrlarda turlicha talqin qilingan. Masalan o'tgan asrning boshlarida panturkizm g'oyasini masalan qo'llab-quvvatlab chiqqan ayrim masalan demak xalqlarimiz vakillari bevosita demak Turkiy xalqlarini diniy nuqtai nazardan, madaniy nuqtai nazardan, deylik masalan til elementlari nuqtai nazardan boshqa
savdo elementlari nuqtai nazaridan birlashtirish yoki yagona bir siyosiy hokimiyatni barpo qilish degan turli shakllardagi g'oyalarni ilgari surishgan. No, lekin bugungi kunda bu xalqlar alohida mustaqil xalqlar va davlatlar ekan, ularni o'z orzu umidlari, strategik rejalari, rivojlanish, farovonlikni yuksaltirish g'oyalari bor ekan, mana shu g'oyalar asosida birlashish mumkin. Bu g'oyalar uchun albatta yaxlit yagona davlat va uning deylik masalan boshqaruv strukturasi bo'lishi shart emas. Buning uchun yaxlit ittifoq masalan mavjud bo'lishi mumkin. Albatta biz masalan Yevropa ittifoqiga o'xshagan ittifoqni shakllantirishimiz masalan muhim hodisa hisoblanadi Turkiy davlatlar orasida. Shunday shakllantirishimiz muhim hodisa hisoblanadi men nazarimda. Va bunga masalan bugungi kunda mustaqil bo'lgan Turkiy davlatlar deylik har jihatdan tayyor. Har jihatdan tayyor. Va bu kuchlar agar ittifoq shaklida birlashsa va bu ittifoqchilik orasida har qanday buzg'unchilik vositasida chiqishiriladigan gegemonizm va boshqa haligi masalalarga barham berilsa, men o'ylayman bu ittifoqchilik Turkiy xalqlarini jahon siyosiy maydonida yaxlit bir kuch sifatida olib chiqa oladigan strategiya bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda olib qaraganda buyuk Turon g'oyasi u demak zamonaviy konsepsiyaga ko'ra u Turkiy xalqlarining har tomonlama o'zaro anglashilgan ittifoqidan iborat bo'lishi mumkin. Bu qandaydir yagona bitta davlat emas, Albatta. bu anglashilgan ittifoqidan iborat bo'lishi mumkin. Bu esa bu ittifoqchilik demak iqtisodiy sohada, logistikada, ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirishda, zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va u asosida dunyoning haligi ishlab chiqaruvchi yetakchi maydoniga aylanishda bu xalqlarga juda katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu ma'noda o'sha buyuk Turon g'oyasiga meni nazarimda mana shunday nuqtai nazardan qarash kerak deb o'ylayman. Siz yana yuqorida bir uchinchi kuchlarni ham to'g'risida ham fikr bildirmoqchi edingiz. Shularni ham aytib o'tasizmi? Qanday qarashadi? Albatta bu masalan Markaziy Osiyo masalasida uchinchi tomon kuchlarining harakatlari bu faqatgina bugungi demak 21-asrga tegishli emas. Abror aka bu juda uzoq tarixga ega. Mana o'sha katta o'yin haligi strategiyasini olib ko'ring. Bu deylik Birlashgan Qirollik imperiyasi bilan Chor imperiyasini Markaziy Osiyoni bo'lib olish, Markaziy Osiyo hududlarini o'z ta'sir doirasiga kiritish kerak bo'lsa bosib olish jarayonlari bilan yuz bergan hodisalar. Katta o'yin o'sha tarixda yuz bergan. Bu 1810-yillardan boshlangan o'sha Ost-Indiya, Buyuk Britaniyaning Ost-Indiya o'sha ekspansiyalari bilan bog'liq keyinchalik yuz bergan hodisa. Dunyoni bo'lib olish strategiyasi. Katta o'yin bugun ham davom etayotgandek men nazarimda. Bugun ham dunyoning ana shu katta o'yinida ishtirok etayotgan mamlakatlar bor. Albatta bu dunyoning katta o'yinida ishtirok etayotgan ayrim masalan rossiyalik deylik hatto olimlar, jurnalistlar bu masalaga qo'shilib ketyapti. O'zlaricha Markaziy Osiyoni deylik masalan strategik hudud sifatida mavqeini tiklashiga qarshi turish, hech bo'lmaganda fikr bilan qarshi turish yondashuvlarini ko'rish mumkin. Taniqli bir masalan geosiyosatchi, faylasuflarning bu haqda fikrlar bildirayotganini va Markaziy Osiyo mustaqil siyosiy mavqega ega bo'lmasligini qanday yo'llar bilan targ'ib qilishga intilishlarini ham ko'rish mumkin. Bu intilishlarga albatta biz siyosiy nuqtai nazardan keskin darajada e'tibor bermayapmiz. Chunki bu muayyan o'sha masalan Rossiya hukumatining rasmiy pozitsiyasi emas, uni mamlakatda yashayotgan muayyan bir deylik olimning yoki bir jurnalistning yondashuvlari sifatida qaraladi. Bu to'g'ri yondashuv. Biz unaqa mayda-chuyda haligi jurnalistlarni qarashlariga keskin rasmiy darajada deyarli e'tibor bermasligimiz ham kerak. Chunki bu yondashuvlar buzg'unchi xarakterga ega. Shunga qaramasdan lekin Markaziy Osiyoga bugun qiziqishlar yana ham ortyapti. Qiziqishlarning masalan turli shakllarda namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagidek siyosiy ta'sir o'tkazish, bosim o'tkazish yoki muayyan kamsituvchi, pastga uruvchi yoki gaplarni chiqarish, buni targ'ib qilish bilan bog'liq yoki iqtisodiy muayyan demak cheklovlarni o'rnatish bilan bog'liq. Sanksiyalarni muayyan yoki ichki o'sha kelishuvlarning shartlarining masalan bajarilishini
maxsus to'xtatish bilan bo'layotgan munosabatlar bor. Albatta. Bular nimadan darak beradi? Bular qanday bo'lmasin, mana shu hududda o'z ta'sirini saqlab qolishga. ta'sir Yana ochiqroq aytganda, bu hududda o'z ta'sirini saqlab qolishga Rossiya doimiy ravishda qiziqib keladi. Bu hududni tarixda Rossiya bosib olgan, biz yaxshi bilamiz va bosib olish oqibatida bu hududni o'zining ajralmas demak hududiga aylantirishga harakat qilgan. Bu ularning maqsadi amalga oshmadi. Albatta biz 20-asrning oxirida kelib bu hududda joylashgan, Markaziy Osiyoda joylashgan mamlakatlarning hammasi mustaqillikni qo'lga kiritdik. U yoki bu shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, bugungi kunda biz mustaqil iqtisodiyotga egamiz, mustaqil siyosatga egamiz, suveren davlat sifatida qarorlar chiqarishga demak haqli demak davlatlar sifatida butun dunyo siyosiy maydonda namoyon bo'lyapmiz. Shunday bir sharoitda bu hududni qandaydir o'zi bilan kelishgan holdagina qarorlar qabul qilishga demak majbur bir hududga aylantirishga urinishlar yo'q emas. Bunday urinishlar yon atrofimizdagi davlatlar tomonidan belgilangan strategiyalarda ham o'z aksini topib turibdi. Lekin men o'ylaymanki, Turkiya xalqlarining borgan sari integratsiyalashib borish jarayoni bunday katta bosimlarga nisbatan bardosh bera olish qobiliyatini shakllantiradi. Va bu albatta Turkiy dunyoni demak o'zaro tushunishini yanada rivojlantirish o'sha demak rejalarimizni amalga oshishi bilan bog'liq deb hisoblayman. Fazlin aka, albatta uchinchi kuchlarni albatta qiziqishlari, manfaatlari bizni mintaqada mavjud edi. Mavjud. Hozir ham mavjud. Albatta bu katta o'yin haligacha davom etyapti va albatta Turkiy davlatlarining mana shu yagona platforma atrofida birlashuvi mana shu harakatlarni xunso qiladi yoki bo'lmasam zaiflashtiradi deb o'ylayman. Va ikkinchi tomondan Turkiy davlatlarining birlashuvi yagona platforma atrofida, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida. Bu qandaydir bir harbiy siyosiy blok emas, bu demak o'sha iqtisodiy madaniy manfaatlarni ko'zlayotgan Turkiy xalqlarini yagona platforma atrofida birlashish niyati. Va buning uchun bu siyosat menimcha bardavom bo'ladi va ko'rsatuvimizni yakunida men siz aytib o'tdingiz, birmuncha bashorat ham qilib o'tdingiz. Shu yana bir savol bermoqchi edim. Uzoq muddatga bormaymiz, shu 2035-yillargacha siz mana shu Turkiy davlatlar birlashuvini qanday shaklda ko'rasiz? U yagona madaniy ma'rifiy maydon sifatida qoladimi yoki o'sha strategik to'laqonli strategik manfaatlarni o'zida mujassam qilgan bir qandaydir Yevropa ittifoqi yoki ASEAN singari qanaqadir ittifoq bo'ladimi? Rahmat aka, men shu Abror aka yaqin 35 masalan deylik 40-yillargacha bo'lgan davrda Turkiya xalqlari madaniy, ijtimoiy, madaniy hamkorlik masalan darajasidagi munosabatlarni yanada kengroq rivojlantiradi deb hisoblayman. Lekin 2050-yillarga qadar bo'lgan masalan jarayonlarda men o'ylaymanki, Turkiya xalqlarining haqiqatda iqtisodiy, strategik, logistik, savdo, moliyaviy va hokazo tarmoqlarda zamonaviy raqamlashuv, ya'ni tarmoqlarning raqamlashishi vositasida aloqalarning mustahkamlanishi jarayonlariga, qolaversa chuqur darajada integratsiyalashuv jarayoniga yetib boradi 2050-yillar atrofida deb hisoblayman. Nega? Sababi bugun Turkiy davlatlar orasida yuz berayotgan rejalar, strategiyalar bu masalan deylik 5-10 yilda tubdan amalga oshirishi ancha murakkab bo'lgan reja. Masalan, birgina o'sha yuqorida biz aytganimiz, tasavvur qiling, logistika yo'nalishini chuqur darajada, mukammal darajada ishga tushirish rejalari. Bu uchala tarmoqda ham yoki iqtisodiy sohada demak ishlab chiqarish jarayonlarini yanada rivojlantirish uchun aynan avval logistika mukammal darajada ishga tushishi kerak, chuqur darajada. Savdo iqtisodiy aloqalarning yanada chuqurlashuvi uchun, yuk tashishning osonlashuvi uchun va arzonlashuvi uchun bu tizim yana demak talab etiladi. Demak, bu tizim rivojlansa, o'z-o'zidan bu tizim bilan parallel ravishda raqamlashuv jarayonlari, umumiy bozor. Bu bilan ayni paytda umumiy bozor rivojlanadi. Haqiqatan bu hudud katta umumiy bozorga aylanadi. Endi bu bozorda faqatgina shu mamlakatlarning o'zi emas,
shu bozorga kirishni istagan boshqa kuchlarning kirib kelish jarayoni ham boshlanadi. Bu esa haqiqatan rivojlanishni yuqori darajaga olib chiqadi. Shu yuqori jarayonni qarang, integratsiyani yuqori darajasi yuz berishi endi bu hududni xavfsizligini ta'minlash masalasini ko'ndan ham qo'yadi. Albatta, katta bozor hududiga aylangan, strategik maydonga aylangan hududni xavfsizligini ta'minlash masalasi, men o'ylaymanki, harbiy jihatdan hamkorlikni yanada rivojlanishga sabab bo'lishi mumkin. Harbiy jihatdan hamkorlikning rivojlanishi esa texnologik jihatdan, masalan, rivojlanishni yanada mukammallashtirish zaruriyatini kun tartibiga qo'yadi. Bularning hammasi bir-biri bilan bog'liq va bular asta-sekin meni nazarimda 35-yillarga qadar emas, 2050-yillarga qadar bu jarayonlar amalga oshadi va Turkiy dunyoning bugungi siyosiy maydonida o'zining geosiyosiy mavqeiga ega bo'lgan bir katta hududga aylanadi. Biz Turkiy davlatlarining birlashuvi deganda ularning siyosiy bitta tizimga birlashib ketishini emas, ittifoq tizimiga birlashuv jarayonlarini nazarda tutishimiz kerak. Va bu ittifoq men nazarimda yaqin kelajakda yuz beradi. O'zlarining suverenitetlarini saqlab qolgan holda. Albatta, suverenitetini, o'zining konstitutsion normativlarini, konstitutsion mavqeini saqlab qolgan holda bu ittifoq shaklida bo'lishi mumkin. Bu ittifoq qadimiy Turkiya xalqlarida bo'lgani kabi erkin kengash shaklida amal qilishi mumkin. Va bu demak qarorlar qabul qilishda bunday masalan tizimning qo'llanilishi bu mantiqan olganda siyosiy rejimlarning shakllanish nuqtai nazaridan dunyoda yangi bir jarayon ham bo'lishi mumkin. Bu albatta men o'ylaymanki, bu nuqtai nazardan albatta bizga Yevropa ittifoqi degan tuzilma hozir namuna sifatida xizmat qilishi mumkin. Ular ham deylik, tasavvur qiling, Yevropa ittifoqining dastlabki birlashish jarayonlari 51-yil o'tgan asrning 50-yillardagi o'sha ko'mir po'lat ittifoqidan boshlangan edi-ku. Kichkina bitta loyihadan boshlangan edi. Oxir oqibatda bu loyihaning rivojlanishi Yevropa ittifoqining bungi zamonaviy taraqqiyotini keltirib chiqardi va boshqa tarmoqlarning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Men o'ylayman, bugun o'sha Turkiy davlatlar tashkiloti bizda aynan mana shunday o'ziga xos bir strategik rivojlanishni boshlab beradi va bu tarmoqlarning yanada rivojlanishi demak Turkiy dunyoning jahon maydonida demak o'zining strategik kuch sifatida namoyon qilishiga imkoniyat yaratadi deb hisoblayman. Rahmat Fazliddin aka. Mana shu optimistik notada, mana shu ijobiy notada biz ko'rsatuvimizni, podkastimizni yakunlaymiz. O'ylaymanki, biz mana shu suhbatimiz davomida siz bilan Turkiy dunyoning uyg'onishi, Turkiy davlatlar o'rtasidagi birlashuv jarayonlarini, bu yerdagi nozik masalalarni ham atroflicha muhokama qildik. Tomoshabinlarimizda bu jarayonlar to'g'risida ma'lum bir bilimlar va ma'lumotlar paydo bo'ldi. Shuning uchun men sizga universitetimiz rahbariyati tomonidan bizni bugun podkastimizda ishtirok etganligingiz uchun kattadan katta minnatdorchiligimizni bildiraman va sizni kelgusi faoliyatingizda, ilmiy izlanishingizda yangi zafarlar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Kelgusi podkastlarimizda dunyo siyosatining boshqa dolzarb masalalari bo'yicha siz bilan uchrashuvga umid bildiraman. Kattakon rahmat. Rahmat Abror aka, salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, xulosa o'rniga bundan 100 yil muqaddam mashhur ma'rifatparvar jadidchilik harakati asoschilaridan biri Ismoil G'asparali turkiy xalqlarni tilda ham, fikrda ham, amalda ham birlikka chaqirgan edi. 21-asrda bu shior samarali tarzda turkiy hamkorlikning strategik rejasiga aylandi. Umumiy til yagona madaniy ma'rifiy makon, mushtarak fikrlar, kelajakka qaratilgan siyosat, birgalikdagi ishlar esa aniq geoiqtisodiy loyihalar darajasiga ko'tarildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi podkastlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.